uyni qurdingiz, tomini yopib, tagiga lo'mboz bosaman deb loyga, ya'ni o'rtalangan hasharga chaqirdingiz. Kimdir keladi, kimdir kelmaydi, abed qilib berasiz, hammasini qo'sh qovog'iga qaraysiz. Endi buning yechimi topildi, eskicha davrlarda vaqti o'tdi. Tomga pena lo'mboz yangiligi bo'ladi, do'stlar, ko'ryapsizlar, bitta og'darasizlar, o'zi ya'ni past joyda o'z to'lg'izlar, teva joyiga kamroq ketadiganlar bo'ladi. Shu joyimiz ya'ni 100 kvadrat metrda. Bir kunda akalarimiz qilib berishibgan, eng kichigi ya'ni 5 lik bo'lsa, o'rtanchasi 10 lik bo'ladi, eng kattasi 15 santimetrlik bo'ladi. 1 kvadrat metr narxiga keladigan bo'lsak, 5-6 santimetrlik narxi 35 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. Bu narxlarning ichida usta haqqi, mahsuloti, pena xizmati hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Ya'ni vodiy bo'ylab bo'ladi. Vodiydan tashqari kelishgan holatda kimgadir ushbu biznes qiziq bo'lsa, bir kunda 100 dollardan 200 dollargacha sof foyda ko'rsangiz bo'ladi. Ushbu biznesni boshlash uchun 350 dollarga mana shu ko'rib turgan komplektlarni sotamiz deyapti. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovka mutlaqo bepul vodiydan tashqari kelishgan holatda. Kimga ushbu biznes qiziq bo'lsa yoki tomga pena xizmat kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.